Portugaliyada eng kam ish haqi yiliga 9840 yevro. Portugaliyada o'rtacha ish haqi oyiga hozir oilaviy yashasa bo'ladimi degan savolga javob bermoqchiman. Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga Portugaliyada oylik maosh to'g'risida aytib bermoqchiman. Portugaliyada eng kam ish haqi yiliga 9840 yevro. Bu Polsha, Estoniya va Xorvatiyadan ko'proq, ammo Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniyadan kamroq. Portugaliyada o'rtacha ish haqi oyiga 1200 yevro. Xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydigan xodimlar oyiga 800 yevro oladi. Mutaxassislar esa 3,5 minggacha olishi mumkin. Aytib o'tishim kerak, oylikni ishchilar oyning boshida olishadi, 1-dan 5-gacha. Va sizga shu kartangizga tushishi mumkin, bank kartangizga tushishi mumkin va yokida patroningiz naqd berishi mumkin. O'zim ham bu yerda payqaganman, что ko'p yoshi katta patronlar naqd olib yurishni yaxshi ko'rar ekanda. Va shunga ko'pincha ishchilarga naqd pulda berishadi va ular keyin bankka borib tashlab olishi mumkin o'zini kartasiga. Portugaliyaga kelganimda boshida men shu transportda yurardim, avtobus, metrolarda qatnab bu yoqdan bu yoqqa, aeroportga borasizmi, kutib olishganmi, bu joylarga. Va hozir esa men shu yo'q deganda bir 2,5 yil yo 3 yil o'tib qoldi o'sha kelganimga. Va shuni payqadimki, то что mashina sizga kerak bo'lar ekan bu yoqda. Va tabiiyki, mashinangiz bo'lsa, bu prava bilan yurishingiz kerak, Portugaliya pravasi bilan-da. Va shu uchun pravani olish uchun men sizga hozir ketma-ket aytib beraman nimalar kerakligini. Chunki menda Portugaliya pravasi bor. Birinchi bo'lib siz dokumentlarni yig'ishingiz kerak. Bu tabiiyki siz anaqangiz bo'lishi kerak, pravangiz bo'lishi kerak, O'zbekiston pravasi yoki shu Qozog'istondan kelgan bo'lsangiz Qozog'iston pravasi kerak bo'ladi, yo boshqa davlatlardan kelgan bo'lsangiz boshqa davlatdagi pravalar kerak bo'ladi. Xo'sh, shundoq qilib O'zbekiston pravasi va keyin esa O'zbekistonda shu kerak bo'ladi bitta spravkasi. GAIga borasiz. GAI sizga spravka qilib berish kerak. Buni, конечно, kelishdan oldin olganingiz yaxshiroq-da. Chunki bu yoqda turib, bu yoqdan olish qiyin bo'lib qoladi sizga. Shundoq qilib GAIdan spravka olishingiz kerak. Spravka bu sizni pravangizni realniligini va soxta emasligini keltirib beradigan qog'oz kerak-da, spravka kerak. Keyin esa bu yoqdan sizga Portugaliya NIF kerak bo'ladi. NIF bu soliq nomeri, soliq raqami bo'ladi. Portugaliyada любой bitta klinikaga borasiz va o'sha yerda siz med spravka olishingiz kerak. То что sog'lomligingiz hammasi yaxshiligi to'g'rida-da. Va keyin esa siz o'sha dokumentlarni olib IMT degan joyga borishingiz to'g'ri keladi. IMTda borasiz. Borgandan keyin shu hamma dokumentlarni topshirasiz va eng muhimi sizda rezidensiya karta bo'lishi kerak. Siz rezidensiya kartasiz olishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Men adashmasam вообще ola olmaysiz. Shundoq qilib rezidensiya kartasini berasiz. Bergandan keyin siz mana shu hamma dokumentlarni berasiz va undan oldin, конечно же, siz Marcasao qilish kerak. Marcasao bu o'chirtib o'tishingiz kerak-da. O'zingiz shu o'chirtingizni olishingiz kerak. Keyin esa borganda topshirasiz. Topshirib, hamma dokumentlarni olasiz. Keyin siz yo'q deganda bir 30 yevro ham berishingiz kerak. O'sha shu ishchilarga-da. O'zini shu xizmat endi davlatga berishingiz kerak, Portugaliya davlatiga. Keyin rasmga tushasiz. Shundan sizga bir 2 haftada, men 2 haftada oldim-da. Endi lekin bitta narsani men aytib o'tishim kerak, то что har xil shaharlarda har xil berishar ekan. Потому что men kecha bitta o'rtog'im olmoqchi edi. U aytdiki, men Braganzaga borib oldim. Braganzani IMTsida menga 6 oyda berishadi deb aytdi-da. Menga esa shu Villarealda qilganimga, Villareal IMTsi menga 2 haftadami jo'natib berdi pochtaga keladi o'zi sizni pravangiz. Endi bilmadim, может Lissabonda, Portoda undan ham tezroq qilib berardir yoki cho'zarardir вообще. Shundoq qilib pravani olib, bemalol mazza haydab yurasiz. Endi mashina olgandan keyin bu yerda qolgan anaqalari bor. То что texosмотr o'tishingiz kerak. Например, mashinangiz sizni 8 yildan
nima bo'ladi, 8 yildan oshib ketib qolsa, shu yili bo'yichada, chiqqan yili bo'yicha siz har yili topshirishingiz to'g'ri keladi. Texas Motors'dan o'tishingiz to'g'ri keladi. Shu IMC degan anaqasini, kartochkasini olasiz-da, yopishtirib berasiz. Keyin sug'urta ham qilib olishingiz kerak mashinangizni. U tabiiy holda hamma yoqda bor. Va shu bilan bemalol haydab yurasiz Portugaliyada. Butun Portugaliyada, butun Yevropada, shu Shengen zonasida, Shengen territoriyasida mazza haydab yurasiz bemalol, qiynalmay. Aytgancha, mani pravam B1 kategoriyaga kiradi va men topshirganimda menga shu xuddi shunaqa kopiya qilib berishdi. B1 qilibdi, B1 qilib berishdi. Va sizda, например, B, C, D, E bo'lsa, mana shu kategoriyalar bo'lsa yoki B ni o'zi bo'lsa, B berishadi, B, C bo'lsa, u qolgan kategoriyalarga adashmasam, bu yoqda o'qishga to'g'ri keladi bo'ladi. Avtoshkolaga borasiz, o'qiysiz, test topshirasiz. U ham pulli, конечно. Uni adashmasam oyiga 690 yevro to'lashingiz kerak C kategoriya uchun. Qolgan kategoriyalarda ham shunaqa. Lekin, например, sizda вообще pravangiz bo'lmasa, bu yoqda o'qisangiz bo'ladi. Rezident kartangiz bo'lsa, avtoshkolaga borasiz, sizga yozib qo'yishadi. Adashmasam, bu yoqda bir 700 mi 800 to'lashingiz to'g'ri keladi har oy. Yo'q, o'qish boshiga-da o'ziga to'lab qo'yish 800 yevro. Shu 3 oylikmi o'qish bo'ladi. И shu bilan test topshirasiz, testni o'tib ketasiz B kategoriya uchun. Если B kategoriya bo'lib tursa, sizga berishadi. Если BC bo'lsa, C ga siz qaytadan o'qishingiz to'g'ri keladi. Pravani olganimda men masalan 70 yevro ketkazganman. Bu 30 yevro shu davlatga to'laganman, 40 yevro esa Portugaliyada medspravka olishga to'laganman. Kommentariyalarda ko'pchilik savol berishdi. Oilaviy ko'chib kelsa bo'ladimi, yashasa bo'ladimi? Va qanday yashaysiz o'zi? Shu arenda to'g'risida aytib bering. Qancha pul ketadi? Yo, yana va hokazo savollar berishdi-da. O'shaning uchun men hozir oilaviy yashasa bo'ladimi degan savolga javob bermoqchiman. Xo'sh, oilaviy yashasa bo'ladi, chunki men oilamni bu yoqqa olib kelib olganman. Ayolim bilan qizim shu yerda va bizni ko'z tegmasin, xudoga shukr yashab kelyapmiz. Va shundoq qilib meni qarindoshlarim bor bu yerda, tanishlarim bor. Ular ham oilasini ko'chaga olib kelgan, yashab kelyapti. Значит, yashasa bo'ladi. Shundoq qilib arendaga o'tirgan bo'lsak, arenda puli mana qarang. Poytaxtda shu Lissabon poytaxt bo'lsa, katta shaharlarda, Porto, Coimbra degan shaharlarda bu yoqda bir 800-900 dan boshlanadi, tushunasizmi? Keyin ketaveradi shu, даже 5000, 6000 ga topsangiz bo'ladi-da. Bu katta uy, вообще katta uylar bo'ladi, villalar bo'ladi, tushunasizmi? Shu bilan, например, uzoqlashsangiz poytaxtdan, qancha uzoqlashsangiz, kichkina shaharchalarda yo shu oblastlarda bir 300 ga, 400 ga, 500 ga topishingiz mumkin-da. Endi bu juda ham qiyin bo'ladi topish, uni topsa bo'ladi. Atak lekin 600-700 topasiz-da, yo'q deganda. Bitta uylari ham, конечно, normalniy holatda bo'ladi. Ideal holatda bo'lmaydi-da. Ideal bo'lish uchun aytib o'tdim boshida 800-900 bo'lishi kerak deyapman-da. Endi boshlanadi shundan. Shundoq qilib kichkina shaharchalarda shu Villarreal degan yo Mirandela, Braganza shu taraflarda o'zi 300-400 topasiz-da. Va undan ham kamroq topsangiz bo'ladi. No, ularning uylari uncha yaxshi bo'lmashi mumkin-da holati. Ichida remont bo'lmashi mumkin. Va siz, конечно, egasiga aytishingiz mumkin, menga remont qilib ber, to'rtada kutishingiz to'g'ri keladi. 1 haftami yo 2 haftami, chunki bu yoqda quruvchilar shu iloji boricha tez ishlashadi va sizga qilib berishadi-da, shu uyni to'g'rilab berishadi. Kommunal xizmatlar ham bor. Shular ham e'tiborda ushlab turishingiz kerak, chunki, например, bu yoqda men aytganman, shu minus va plyuslar degan sonimda, video sonimda. Bu yoqda sentralniy отопление yo'q. Shuning uchun biz mana shunaqa qalin kiyinib o'tirishga to'g'ri keladi. Ko'pchiliklar shapkam kiyib oladi, chunki uy sovib ketadi. Qishda вообще sovuq bo'ldi, hali ham sovuq. Shundoq qilib siz yo'q deganda bir elektr apparat sotib olishingiz kerak. Shu elektr batareyani shu bilan isitib o'tirasiz xonangizni. U esa svet, конечно, yeydi. Yo'q deganda bir 150-200 kelishi mumkin-da oyiga, svetni o'ziga. Qolgan shu mелочlarga, например, suv ham kamroq kelishi mumkin. 20-30 yevro, может ko'proq kelishi mumkin ishlatishingizga qarab. Gaz ham xuddi shundoq.
ko'pchilik gazlarni bu yerda natural bo'ladi, то есть o'tkazilgan bo'ladi uyiga. Bir xil desa gaz yo'q bo'ladi. Shu gaz ballon olib kelib o'rnatadi uyigada. И gaz ballon adashmasam bir 30 yevrami 40 yevro turadi. Если undan ko'p bo'lmasa, может даже 50-60 turardi, bilmayman. Просто bizning uyda natural gaz o'rnatilganda egasi o'rnatib bergan. Keyin esa siz o'zi ko'pchilik uylarda o'zi kontrakt qilib olishingizga to'g'ri keladi, потому что shu propiska qilayotganlaringizda propiskada so'rab qolishadi sizdan. Siz uyni kontrakti bormisanda yo'qmi deb. Endi yo'q bo'lsa ham ular tushunib qilib berishi mumkin, lekin bo'lganda yaxshiroqda. Как бы официально yashayotgan bo'lasiz uyda. Shu to'lovlarni qilasiz, hammasini qilasiz. Yana bitta savol berishgan, yeb ichish to'g'risida. Qancha ketadi? Endi men sizlarga anig'ini aytolmayman, потому что hamma odam har xil. Bir xil emasmiz biz hammamiz. Shundan ishlatishimizga qarab, потому что bir xillar ekonom qilishi mumkin, bir xillari наоборот полный yana qilish mumkin, ekonom qilmasdan ishlatish mumkin. Yeb ichib maza qilibda. Endi buni men точный raqamlarni aytolmayman. Masalan, yo'q deganda может oyiga bir 300-400 ketar. Endi в среднемda o'rtacha. Xuddi shu kiyinish to'g'risida ham shunaqa, kiyim-kechak to'g'risida bu ham shundoq ketishi mumkin. Bilmadim, endi men sizlarga точно aniq aytolmayman. Lekin bitta narsani aniq ayta olaman, sizda rezidens karta bo'lsa, siz mazza qilib Yevropani aylanishingiz mumkin. Bemalol shu отпускаga chiqib, oilaviy yoki birozingiz kelgan bo'lsangiz, shu birozingiz mazza qilib aylanib yursangiz bo'ladi. Mana shu Schengen zona bo'yichada. Bu yerda aylanadigan joylar juda ham ko'p. Portugaliyaning o'zi ham juda ham zo'r joy, chunki bu yoqda, например, aytyapman-ku, qishda juda ham sovuq bo'ladi deb. Endi bu shaharlarga bog'liqda, chunki okeanga yaqin shaharlarda ozgina issiqroq bo'ladi. Bitta orol bor. Bu yoqda Cristiano Ronaldo tug'ilib o'sgan Madeyra degan orolda. O'sha yerda bir yil 365 kun issiq bo'lib turadi-da. Endi qaynab turmaydi-yu, issiq, qishda ham issiq bo'lib turadi-da. Yozda esa вообще qaynab ketadi. Ular unaqa shaharlarda вообще issiq bo'ladi. Bu yoqda har kuni faqat futbolka yuraverasizda, maza qilib. Endi biz, например, mana bunaqa qalin kiyinib o'tirishimiz to'g'ri keladi, chunki sovuq bizda. O'rtoqlar, qo'ldan kelgancha savollarga javob berdim. Yana savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz va like bosing bu videoga, obuna bo'ling. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Ciao.